borayotganlarınızı göremiz lan yolda izle. Endi sizlar shunda ko'rasizlar. Axir men Urganch shahrining ichida 100 ming xo'jalikni bog'ni kalayotganman. Hozir masalan 12 yoshimdan beri bog' uzatgan bo'lsam, hozir 47 yoshdaman axir. Salkam 35 yil xalqning xizmatini etganman. Ha, bog'larınız o'tib berib, taqlab Ha, berasiz. bog'lar. Davlat pul to'lasin, ina asfaltni yaraman bog' uzataman. Shartnoma notarius orqali to'lasin. Ha. Ina mashinani notarius orqali olasizmi? İnanmasa. Ha. Kачество degan bo'lishi kerak-ku. Ina hozir obodonlashtirishda ina davlat ishchilari ishlaydi. 1,5 million oylik oladi, davlatga u bitka u. Otini uzatib ketadi, ertaga o't bosib ketadi, ko'garmaydi. Ha. Bir yilda 3 marta almashadi. Nima kerak u? Bir yeksin. Yo'q, bir yeksin 1000 yil hosil bersin. Siz bu belda yer ag'darasizmi? Jo'laysiz-sang? Ava yer ag'darib, hozir endi shu belda ishlatib, Sultonbog'ni obod etmoqman usta. Sultonbog'ni Nukus yo'lidan tushgandan parkovga qirdirib, noves qildiracakman. Xorazmning 32 yil yuzim novini yegib, Nukus yo'lidan piyoda borsin xalq. Evlana içine maşin bilen girmesin. Şöreçe maşinle varsın. Arayana 2 kilometrini piyada ziyaret etsin diyecekler. Bunu özüm bir 10 kilo durar he? 8 kilo. 8 kilo mu? Oho. Şunu götürüp Sultonbog'a barganman usta 2017'de. Polon Pirem var ama Sultonbog'a bir sutkada var ama 24 saatte. Ve resepette ürüs fakat. Ama pakanda kısta işler oladı o. Azı batırganım beni. Ben 3-4 xo'jalikda ishlayman da usta. Hammasi men yani yetirib beraman, oziq ovqat. Chunki orqama Davudi deb yozilgan. Davudi degani Davud amaç bilan yer surgan vaqtida bir qo'linda ovqat solib o'zini, bir qo'linda amachni tortgan. Men ham do'yimman. Bir o'tirganda bir mantiqadan ovqat yeyman. Bir mantiqadan ovqat? Ha. Shunga uydalari ovqat yetira olmadan novat ko'payman, novat. Ne? 5 barmoqdan nechali yeb bilasiz? 5 barmoq degan xomir ovqat bo'lmaydi u. Bo'lmaydi, ha? Go'shtli ovqatni dudlanganini yeyish kerak. Go'shtli ovqat qilyapman. Go'shtli ovqat bilan xomir ovqat odamni semirtirib beradi. Singishi qiyin, odamda qon bosimi oshib ketadi. Ya, orqasiga yozdirib qo'yibsiz ekan. Dunyo bog'boni Mahkamboy Xorazmiy Davudi Pirlaviy yerining piri. Yana telefon nomerini ham yozib qo'yibsiz, ha? Yaxshi. Ha. Palov nang, palov yeysizmi? Yo'q, palov yemayman. Palovni sinirish qiyin usta. Nima yeysiz? Men shu go'sht, gambur, somsa, Gambur, somsadan xamir bor-ku. Axir unda xamir bo'lmay go'sht ko'p. Somsani nechani yeb bilasiz? Xavosagina 20 ni yeb o'tataydim yosh vaqtimda. Hozir bir 10-15 yerman. 20 ni yeb bilmaysizmi? 20 ishlasangiz yeysiz. Aynan kakras somsa bor ekan, yeymiz? Yo'q, endi men hozir usta uydan chiqdim. Ha, Zapas bor. bor zapas. Shaytaman. Yo'q, yeyman desangiz olamiz. Yo'q. Men ishlamagancha ovqat yeyman usta. Ha. Odamning ichida harakat bo'lishi kerak. 32 mucha ishlab, odamda ter chiqib, ichkarida o'zi yeyman degan vaqtida yeyish kerak. Ikkingizni boshqacha-ku. Axir Alloh taolamiz aytgan, odam degan o'z qadrini bilmasa, birov qadrini nedan bilsin? Bu 100 gradus issiqqa 100 gradus sovuqqa chidaganda oyoqni bir xil normada tutadi, 36 temperatura. Bu tabiiy mo'yna. Mana Rossiyadagi tutungan ota-onalarim yiberdi buni. Shuni o'g'limiz kiyibirsin, boshi omon bo'lsin. Ina Xorazm milligimi cho'rmam qonni normallashtirib, odamga salqin havoga yilkillikdan bu mutishlitan konditsioner, Zimmaleta Qarako'l elchi konditsioner. Enayi. Besplatno ishlaydi bu. Yozdan kiyibirsiz, ha? Yozda og'ir. Yozdan. Yoz 4 faslga 4 xilni kiyasiz. Bir kunda ham 4 xilni kiyasiz. Shunda endi kechqurun havo salqinlaridan keyin qorasi kiyiladi. Hozir bu endi quyoshda kiyilatadi. Sariq, hozir quyosh nuri kam u. Bu harakatlangan sayin yung yilpildab
Adamın kellesine taze havayı verir. Akı kondisyonerim, ventilatörüm ne oynanadı bu? Ha. Bu normal tutadı. Yine 2 kat teri bu. Yine. Tülkünün İçkeri derisi mi? ayıktı yüngünden, taşkarısı buğunun yüngünden. Bir pençesi domuzlu kocasından işlengen. Onun için de nem kiygende nemni qaytarıp içkeriye su kirmeş gerek. Bu isti tutsa neyem faydası canlı değil. Daha yakın isti tutsa. Ayağınız ısı olsa, başınız ısı olsa diyen ortası amanda, ortasını gerek yok. Adam bir kola olsa onun ne gerek var? Adamını kelle başkaradı, ayak başkaradı. Bir ömür bir adamga medret boğanınızdan boğmağınız yani. Adam özü hareket edip özü yese şunda yaxşı mı? Ya siz bunu alıp barıp özünüz yedirip ovqatlandırıp eşikке çıkarıp ne degan minnet? Endi sizlarga şu özümü şu azı bir yerga kelib qolish tarixini aytib beraman. Atalarımız, boğalarımız 360'da dünyaya kelgandan keyin Chingizxon Xorazmga hücum etadi. Çünkü Xorazmni ham yeri bağdarchiligi, qo'ylari, mo'l ko'l bo'lgandan keyin Chingizxon go'shtni yaxshi ko'radi. Shersuv bo'lgandan keyin shu yerga hujum qilgan vaqtda daraxtlarni kestiradidan Amudaryoni boylaydi bu. Dan ko'ni o'rganishda suv oldirib beradi. Shunda atalarimiz Gurlenga ko'chib keladi. Gurlenning Xiva xoni Do'rmanak kelgan bizlardi atalarimizni. Chunki Xiva xonni balası Gürlen'de poşa bo'ladi. Gürlen bundan necha bir yillar bunu daryoning orqasida bo'lgan. Mang'itam orqasida bo'lgan. Bu Mang'itam Xorazm yeri. Prosto toprak qalam bilan almashlaydi. Rashidovdan Mang'itni Qarabog'ga beradi, toprak qalamni Xorazmga beradi. Chunki bu yerda hokim aytadi, men deydi daryoning o'tini oynani borib kelib ish buyura olmayman. Deydi, boshqarish qiyin deydi ular. Shunda Xiva xoni bolasini tekshirish uchun Gurlenga qarab yuradi. Shunda bir qarasa bir uy bo'ladi, uyning 4 tomoni bog' bo'ladi. Shu deydi, shu uyda men mehmon bo'lsam meni qabul qilaman ekan deydi. Xonanda musofir qolindi u. Musofir bo'lgandan keyin bizni buvalar xonning oldiga 40 xil meva qo'yadi. Olma, üzüm, qovun, tarvuz her xilinden. Lekin xon şundan 3 tanesini yeydi. Olsun bu şöyle balasını sarayına barışam yadından çıkıp giderden Xiva qarab tartadı kendine qarab. Buna dedi, men dedi sinap oylanıp görüp üyüne barıp oylanadı. Men dedi Xiva xoni bozam dedi. Bu bir dedi adli dehqon bo'lsa, dehqonning uyunda 40 xil meva tursa dedi. Meni uyimdan uchun dedi meva yo'q dedi. Men dedi xon bo'lsam dedi, boshqarib turadi. Olsun Xiva xoni 6 aydan keyin iyunning 20'sinde tekshirib keladi ular. Yozgi meva pishishi, qishki mevani tugashi. Shunda bize buvalar buni yegan mevasini ustarda ikkiga bo'ladi. Dasturxonni. Ina bu dedi bu yil pishgan yozgi meva dedi. Ina bu dedi avvalgi yeganingiz qishki meva. Qarasa yozgi mevadan ham qishda turgan meva mazali. Hem shirali. Shundan olsun Xiva xoni bularni balasini sarayına chaqirtiradi. Shu dedi, menga dedi bir farzandingni ber dedi. Shu dedi Xiva bilan Gurlen o'rtasidagi yerga joylashtiraman. Hozir bizlarda inan shu bu kanal bilan arg'i kanalda